Yuragida aqalli birorta ham so'z qolmagandi. Holbuki u kunlab, haftalab, oylab yolvorgan. Ammo men nafsiga hukmini o'tkaza olmagan noinsof, unga munosib farzand bo'la olmadim. Otam, tosh yurakli otam. Garchi qattiqqo'ldek ko'rinsa-da, ko'ngli yumshoq otam. Dunyodagi eng kuchli odam ekaniga ishonganim otam. Shu on qarshimda olamdagi eng bechora, eng kuchsiz inson holiga tushib qolgandi. Onam bilan gaplashishga bir necha bor urinib ko'rdim. Ammo yosh to'la ko'zlari yuzimga boqmadi. Mendan qattiq jahli chiqqani ko'rinib turardi. "Ona, ona", dedim tinmay. Ammo foydasi bo'lmadi. "Ona, uyni sotdinglarmi? Qayoqqa ketyapsizlar, qishloqqami?" Javob ololmagach, otamning yoniga bordim. U bilan gaplashishni ilk bor shunchalar istagandimki, qo'lidagi qutini olib yordamlashmoqchi bo'ldim. Ammo bermadi. Meni bir chetga turtib yubordi. Yana qutiga yopishganimda ko'zlarimning ichiga g'azab bilan boqdi. "Bir necha marta urinib ko'rsak-da, sen bilan yashashni eplay olmadik. Nafaqat biz, butun mahalla eplay olmadi. O'zimizni va bu mahallani sendan qutqarish uchun so'nggi qarorga keldik. Qishloqqa qaytyapmiz. Ichida sen bo'lmagan bir hayot qurmoqchimiz. Na men senga otalik qila oldim, na onang. Bu ayanchli vaziyatimizning asl sababchisi esa o'zimiz. To sen bilan birga yashar ekanmiz, hech qachon baxtli bo'la olmaymiz. Shuning uchun senga aytar gapim shu. Ket va o'zing uchun odamlardek yangi bir hayot qur. Yo'qsa oxiring voy bo'ladi. Ishim boshimdan oshib yotibdi. Seni ortiq bu yerda ko'rishni istamayman. Endi mening o'g'lim emassan." Otam keskin va qattiq gapirib, masalaga nuqta qo'ydi. Qanchalar og'ir so'zlar, qanchalar og'ir vidolashuv. Ota-onam qurmoqchi bo'lgan yangi hayotda men bo'lmayman. So'nggi bor otamning ko'zlariga boqdim. Aytgan gaplari uning o'zi uchun ham naqadar og'riqli ekani yuzlarida aks etib turardi. Ming qilsa ham ota edi. Hatto farzandiga ket deyotganda ham otalikdan butkul voz kecha olmayotgandi. Uni mahkam quchgim keldi. Hech qachon bunchalik kuchli istak tug'ilmagandi. Quchish uchun yaqinlashganimda qo'li bilan nari itardi. Shundan so'ng borib onamning qo'llarini o'pmoqchi bo'ldim. Onam ham qo'lini tortib oldi. Kurtkam ustiga bir ikki tomchi tushganini ko'rdim. Yo'q, yomg'ir yog'mayotgandi. Yig'layotgandim. Bu dunyoda inson boshiga bundan-da og'irroq musibat tushishi mumkin emas, degan fikr keldi xayolimga. Indamay izimga qaytdim. Qadamlarim shunchalar og'ir ediki, oyoqlarim yerga yopishib qolganday edi go'yo. Ichimdagi bir ovoz, "Dahan, qarab tur, sal o'tmay onang ortingdan chaqiradi va seni mahkam bag'riga bosadi", derdi. Asta uzoqlashib borar ekanman, onajonimning mehrli ovozi eshitilishini intiq va ilhaq bo'lib kutardim. Biroq hech bir sado kelmadi. Umidlarim so'nib bitayotgan lahzalarda ota-onamga va umrimning shuncha yili kechgan uyimizga so'nggi bor qarashni istadim. Asta ortimga o'girildim. Otam va onam menga chorasizlarcha qarab turishardi. Bu nigohlar umrimning oxiriga qadar xayolimdan o'chmasa, ko'z o'ngimdan ketmasa kerak. Yuk mashinasi, ko'zlari yoshli onam, benavo odam va huvillab qolgan uy. G'isht allaqachon qolipdan ko'chgandi. Singan ko'ngilni esa chegalab bo'lmasdi. Uydan uzoqlashgan sayin odimlarim tezlashar, ko'z yoshlarim esa yomg'irday quyilardi. Chopa boshladim. Hech bir maqsadsiz, duch kelgan tomonga qarab yugurdim. Atrofimdagi odamlarga zarracha e'tibor ham bermadim. Bu bir insonning o'z haqiqatlaridan qoshishi edi. Bir tomonlama sevgim qahramoni Surayoni so'nggi bor ko'rishni istadim. Ishxonasi yoniga kelgach, ne ko'z bilan ko'rayki, u yana anavi yigit bilan suhbatlashib o'tirardi. Ularning yoniga bordim. Yigit meni ko'rdi-yu, qo'rqib qochib ketdi. Qanchalar baxtsiz va qo'rqoq odam-a. Yagona aybi sevgan qizimga yaqin bo'lgani. Surayyo dahshatdan qotib qolgandek menga qarab turardi.
Nigohlari shunchalar go'zal ediki, so'ng o'rnidan turishga chog'landi. "Iltimos, shoshma iltimos", dedim. "Senga so'nggi so'zimni aytmoqchiman. Keyin qaytib bezovta qilmayman, butkul ketaman." Surayyo ham hamon hayratlanib boqardi. "Shunday go'zal tuyg'ularni his qildirganing uchun sendan minnatdorman. Shu kungacha hech kimga nisbatan tuymagan hislarni yuragimga solding. Ha, o'zim ham bilaman, hammaning joniga tegib ketdim. Zotan, men uchun hech qachon hech kimning qizig'i bo'lmagan. Ammo birgina sen boshqacha eding. Barchaning o'rni miyamdagi qaysidir bir bo'shliqda, ammo sening ishqing qalbimning qoq o'rtasida edi. Ishon, maqsadim seni ranjitish bo'lmagan. Hech qachon. Bu yerga ham seni boshqa bezovta qilmaslikni aytish uchun keldim." Ketish uchun chog'lanar ekanman, so'ng so'zimni so'yladim. "Modomiki taqdir yozig'imda yo'q ekansan, kimning peshonasiga yozilgan bo'lsang, o'sha insonga bor. Baxtli bo'l." Endi meni bu shaharga bog'lab turadigan hech narsa qolmagandi. Uzoq yayov yurgach, bir daraxt tagiga o'tirib nafas rostladim. Xayolimga beixtiyor Sezar keldi. Yana bo'g'zimga yig'i tiqildi. Uning hayotimni fojiali tarzda tark etishi menga qattiq ta'sir qilgandi. So'ng onamni o'ylay ketdim. Ushoqqina bo'lib yuk mashinasiga suyanib o'tirishlari ko'z oldimdan sira ketmayotgandi. Ortda qolgan hayotimga nazar tashlar ekanman, meni nafaqat bu shaharga, balki bu hayotga bog'lab turgan rishtalar ham allaqachon uzilganini his qildim. O'yinchoqlar tortib olingan boladay edim. Hayhotday huvillagan hayotda bir o'zim yolg'iz qolib ketgandim. Yashash ko'tara olishim mumkin bo'lgandan-da og'irroq yuk edi men uchun. Hammasiga nuqta qo'yib, bu dunyoni tark etishim kerakdir balki. Mana shunday fikrlar bilan bir so'qmoqqa burildim. Yelkamni zilday bosib turgan hayot zalvoridan qutulish vaqti keldi deb o'ylardim. Shu bois tanamda zarra qadar madorim qolmaguncha yugurar, yig'lar, xafa bo'lar, o'zimga alvido deb baqirardim. Hech narsani o'ylamay telbalarday chopardim. Xayolimdan o'tayotgan yagona narsa kaftimni bosib turgan yukdan tezroq qutulish edi. Baland qoyaliklarga qanday chiqqanimni o'zim ham sezmay qoldim. Tubsiz qoyaning labiga yetib kelganimdagina tanamni muzdek his qamrab oldi. Qo'rquvdanmi, hayajondanmi, hayotga bo'lgan adoqsiz nafratdanmi bilmadim. Dir-dir titrardim. Endi o'zimni pastga otishga chog'langanimda bir sas eshitildi. Ovoz vodiyning narigi tomonidan kelayotgandi. Diqqat bilan qaradim. Hech kim ko'rinmadi. Hayron bo'ldim. Yanada diqqat bilan qaragach, huv narida qo'y boqib yurgan bir cho'ponga ko'zim tushdi. U bor ovozi bilan menga baqirardi. "Hoy birodar, esingni yeganmisan nima balo?" Halloslagancha men tomon kelardi. U yetib kelmasdan burun bariga nuqta qo'yishim kerak deb o'yladim. Qoyaning qirrador labiga yaqinlashdim. Bu safar cho'ponning hayqirig'i yanada aniqroq eshitila boshladi. "Ot o'zingni ot. Xo'sh, nimani hal qilmoqchisan bu bilan? Agar shu bilan hamma muammo yechiladigan bo'lsa, shoshmay tur, men ham boray. Birga tashlaymiz." Oyoqlarim titrar, tanamda mador qolmagandi. Faqat cho'ponning uzuq yuluq gaplarigina meni jarlik yoqasida tutib turardi. Hayotga bu tarzda yakun yasash chindan ham hech narsani hal qilmasdi. Vasvasam tarqab, aqlim asta tiniqlasha boshladi. Ammo ichimdagi ovoz haliyam o'zimni pastga otishim kerakligini uqtirardi. Cho'pon halloslab yonimga yetib keldi. Yosh to'la ko'zlar bilan unga o'girilib boqdim va hayratdan qotib qoldim. Uning bir qo'li yo'q, bir ko'zi esa ko'r edi. U meni fikrimdan qaytarish uchun bor kuchini ishga solgandi. "Shunchalar ham qo'rqoqmisan? Dard degan narsa faqat senda bormi? Bu hayot mening ham jonimdan o'tib ketgan. Ehtimol hozir o'zingni jarlikka otarsan ham, ammo ertaga yagona guvoh sifatida meni so'roqqa tutishadi. Ehtimol o'limning sababini ham mendan ko'rishar. Bunga javob bera olmayman." Cho'pon meni shum ahdimdan qaytargan, ammo hali gaplari bitmagandi. 3 yil avval avtohalokatga uchradim. Qo'lim va bir ko'zimdan ayrildim. Ahvolimga bir qara, odamga o'xshaymanmi o'zi? Yig'lagudek bo'lib dardini yordi.
Koshki o'sha halokatda faqat qo'llarimnigina yo'qotsam edi. 5 yoshdagi qizim, 7 yashar o'g'limdan ham judo bo'ldim. Ammo biron lahza bo'lsin o'z jonimga qasd qilish haqida o'ylamadim. Sen bola qanday qilib bu fikrga kela qolding? Cho'pon bilan o'rtamizda kechgan suhbat qalbimni larzaga keltirdi. Hikoyasini tinglar ekanman, aslida u mendan ham og'ir vaziyatda ekanligini angladim. Agar dunyoning eng yetuk voizi kelib, otashin nutq iroda etganda ham gaplari cho'ponnikchalik ta'sirli chiqmagan bo'lardi. Sayxonlikda bir necha soat suhbatlashdik. Oyoqlarimning titrog'i ham hali tarqamagandi. Cho'pon to'rvasidan bir parcha non chiqarib menga uzatdi. Quruq nonni kavshanayotgan bo'lsam-da, dunyoning eng shirin taomini yeyotgandek edim. Suvi qochgan non ham shunchalar shirin bo'lishi mumkinmi? Cho'ponga shu savol bilan yuzlanganimda, u bir burda nonini ham tepa-yu dara demay, kecha-yu kunduz demay, qo'ylarini boqib halol mehnat evaziga topayotganligini aytdi. Halol non harom boldan lazzatlidir, dedi u gapini xulosalar ekan. Shunda xayolimga oddiy bir cho'pon qanday qilib bunchalar donishmand bo'lishi mumkin degan fikr keldi va buni ham tortinmay so'radim. Kurash bilan o'tgan 1 yil kurashsiz kechgan 10 yildan ko'proq tajriba beradi insonga. Shu gaplarni aytayotgan senmisan dema. Og'zimdan chiqayotgan har bir so'zning ortida 2 marhum farzandimning dardi bor. Agar gaplarim qalbingga chuqur ta'sir qilayotgan bo'lsa, bilginki, bu iztirobimning teranligidandir. Ana shunda hayot endi boshlanayotganligini his qildim. Balki yaxshi inson bo'lishim uchun mana shunday og'ir imtihonlardan o'tishim kerakdir. Mening umrim bu nuqtada tugamasligi kerak. Har nega qaramay, yangi muqaddima, yangi boshlang'ich bilan hayot yo'lida davom etishim mumkin. Cho'ponni bag'rimga bosdim. Shu on beixtiyor otam yodimga keldi. Padarimning iliq taftini yaqindan hech qachon his qilmagandim. Ko'zlarim jiqqa yoshga to'ldi. Qanchalar qiyin vaziyatga tushib qolishimdan qat'iy nazar, yashash uchun maqsading bo'lishi kerak, dedi cho'pon. Unga chin dildan rahmat aytdim. Hayotimni yangidan boshlash uchun bu shaharni tark etishim kerakligini yaxshi bilib turardim. Men uchun yangi joy, yangi hayot, yangi umid demakdir. Mana shu fikrlar bilan u yerlarni tark etdim. Qalbimda qandaydir xotirjamlik, qandaydir huzur bor edi. Umidlarim tamom bo'lgan joyda namnihollar o'sib chiqa boshlagandi. Yura-yura asosiy yo'l chetiga chiqdim. Yonimdan g'izillab o'tayotgan mashinalarga qo'l ko'tardim. Qani endi birovi to'xtasa. Yomon odam ekanimni xuddi hamma biladiganday. Kech tushdi. Mashina hadeganda to'xtayvermagach, tunni noiloj shu atrofda o'tkazishga qaror qildim. Nariroqda tashlandiq bir kulba bor ekan. Tavakkal qilib kirdim. Chiroq bo'lmagani uchun ichkari zindondek qorong'u edi. Yo'ldan o'tayotgan mashinalarning ovozi quloqqa chalinib turardi. Chinakam yolg'izlikni shu yerda yanada chuqurroq his qila boshladim. Afsuski, hayotim shu endi. Atrofdagi xaslarni to'plab, bemalolroq uxlash uchun joy hozirladim. Bu yer uydagi yotog'imga sirayam o'xshamasdi. Ammo qalbim xotirjamligi uchun shart-sharoitning umuman ahamiyati yo'q edi. Ko'zim ilinibdi. Bir mahal kulba eshigiga qandaydir mashinaning yaqinlashayotganini ko'rdim. Tezda zinalardan ko'tarilib, tomga chiqib oldim. Tashlandiq bu xarobaga 2 kishi kirib keldi. Ichkari yorug' bo'lishi uchun mashina chirog'ini uyga qaratib qo'yishdi. Yonlarida olib kelgan shishalarini ochib, mast bo'lguncha ichishdi. Ularni chetdan kuzatar ekanman, shunga amin bo'ldimki, ular Sezar bilan bizga juda ham o'xshab ketishardi. Qaragan sari bu 2 notanish kimsa timsolida o'zimni ko'rardim. Guvoh bo'lib turgan manzaram esa badanni jimirlatib yuboradigan darajada jirkanch edi. O'zimdan, qilmishlarimdan nafratlanish uchun mana tayyor namuna. Ular bo'kkuncha ichishdi. Keyin almoyi-jalmoyi gaplarni aytib, bir-birlarini kurakda turmaydigan uyat so'zlar bilan so'ka boshlashdi. Ichkilik insonni hayvondan battar holga solishi mumkinligini ochiq-oydin ko'rib turardim. Sodir bo'layotgan ishlar oddiy holatmidi yoki Alloh taolaning yaxshi inson bo'lishim uchun berayotgan imkoniyati? Kutilmagan mehmonlar amallab o'rinlardan turib, mashinaga o'tirib, qayoqqadir gumdon bo'lishdi. Pastga tushganimda ichkari shu darajada sasib ketibdiki, bu yerda yotgandan ko'ra tomda tong orttirganim yaxshi degan qarorga keldim. To'shakni tepaga olib chiqib, ustiga cho'zildim.
Bilardimki, bu kechaning ham bir tongi bor. Har bir kun yangi boshlang'ich demakdir. Har tong yangi kun uchun uyg'onasan. Uyg'onganingda esa yangiliklar seni qarshi oladi. Uyg'onganimda tong otgan, quyosh nuri tomning siniq tirqishlaridan ichkariga tushib turardi. Pastga tushdim. Yana yo'l chetiga chiqib mashinalarga qo'l ko'tara boshladim. Cho'ntagimda sariq chaqa ham yo'q. Boz ustiga qornim o'lguday och edi. Ketma-ket mashina o'tayotganiga qaramay, birortasi to'xtay demasdi. Men ham qo'limni ko'tarib turaverdim. Nihoyat bir yuk mashinasi to'xtadi. Xursand bo'lib ketdim. Ammo ko'p o'tmay sezdimki, shaharlararo yuk tashiydigan, bo'lar bo'lmas gaplarni yaxshi ko'radigan haydovchi bilan yo'l yurishga majburman. Odam ham shunchalar sergap bo'ladimi? Aytgan har gapi, hikoya qilgan har bir voqeasi yolg'on yashiqlar bilan to'laligi shundoqqina sezilib turardi. Anqaraga borganida Kimsan bosh vazir bilan uchrashgani-yu, chegaraga yaqin hududga yuk tashiganida qo'shin qo'mondoni uni hurmat bilan kutib olgani. Aslida faqat yuk mashinasi haydamas ekan. Bugungacha poyezd ham, kema ham boshqargan. Hatto bir kuni samolyot uchayotganda bort komandiri unga boshqaruvni topshirganmish. O'lay agar umrimda birinchi marta bunchalik ko'p yolg'on gapiradigan odamga duch kelishim. Uni ku bemalol tanqid qilishim mumkin edi. Ammo o'zining hayotim unikidan pokizaroq deb ayta olmasdim. O'nlab odamlarga azob bergan, qanchadan qancha jinoyatga qo'l urgan, o'zi va oilasiga jiddiy ziyon yetkazgan bir shaxs sifatida bu odamni tanqid qilishga aslo ma'nan haqqim yo'q edi. U hamon og'iz ko'pirtirgancha chek-chegarasi yo'q yolg'onlarini qalashtirar. Biroq yo'lda qolib ketgan begona bir odamni mashinasiga chiqara oladigan darajada marhamatli edi. Haydovchi yarim soatlik dam olish uchun to'xtab, meni ovqatlangan taklif qildi. Ammo g'ururim yo'l qo'ymagani uchun taklifiga ko'nmadim. Ochlikdan o'layotganimga qaramay, yo'l chetidagi daraxt tagida haydovchining ovqatlanib kelishini kutdim. Yarim soatdan so'ng yana yo'lga tushdik. Haydovchi qo'lidagi paketni menga uzatdi. "Ma, yeb ol." "Rahmat. Sen qanaqa odamsan o'zi?" tutaqib ketdi u. "Yuzing qonsizlikdan poyabzalining terisidan farq qilmayapti-yu, yemayman deganingga o'laymi?" "Ol dedim senga. Boshimni qotirma. Qorni och odam bilan nimani gaplashaman axir?" Tabassum bilan uzatilgan paketni oldim. Men uchun tovuq shashlik olgan ekan. Oshqozonim tatalab turgandi. Ishtaha bilan paqqos tushirdim. Qalbi toza, dali g'uli, og'zidan chiqqanini qulog'i eshitmaydigan bu odamni tinglash garchi menga zavq bermasa-da, u bilan suhbatimiz bir necha soat davom etdi. "Asl kasbim aktyorlik", dedi u. "Juda ko'p spektakllarda rol o'ynaganman. Kemal Sunal bizning teatrda ishlardi. Undan oldin hamma mening san'atimga shaydo edi. Albatta, atrofida odamlar bo'lgani uchun uni yo'li ochilib, mashhur bo'lib ketdi. Biz esa mana bu yo'llarga tushdik." "Ha, aytgancha, sen o'zi qayoqqa ketyapsan?" "Aslida qayoqqa ketayotganimni o'zim ham bilmayman. Yo'l meni qayerga olib borsa, o'sha yoqqa desam to'g'ri bo'lar balki. Yo'llar har doim ham yaxshi joylarga olib boravermaydi. Sarguzasht talab yigitga o'xshaysan. Sizlarga mazada, oilang yo'qmi?" "Kechagacha bor edi." "Tinchlikmi? Vafot etishdimi?" "Balki shunday deb o'ylash to'g'ri bo'lar. Xuddi gazetaning bosh qotirma beriladigan sahifasiga o'xshaysan-a. Topganim sari tugamaysan." "Haqsiz aka. Men ham o'zimni topa olmadim." Soatlarcha davom etgan yo'limiz nihoyat oxirladi. Istanbul bor salobati, mahobati va hashamati bilan qarshimda turardi. Haydovchi amaki mashinani bir chetga to'xtatdi. "Menga qara yigitcha", dedi u tushayotganimda. "Yo'lingni yo'qotishni istasang, Istanbul to'g'ri tanlov. Yo'lingni topishni istasang ham Istanbul to'g'ri tanlov. Qaror qiladigan o'zing." Unga rahmat aytdim. Hayotni o'zicha tushunadigan bu odamning so'nggi gapi meni chuqur o'yga toldirgandi. Hayotni jiddiyga olmaydigan bir kishining bu falsafiy o'giti chindan ham muhim edi.